Bu holatda birinchi holat kitob qo'yiladi. Bu ikkinchi holat. Bu esa uchinchi holat. Ikkita zina bor ikki tomonda. Ikkitadan olinadi ikki tomonda. Bu holatda 4, bu 5, bu yuqori holat 6. Oxirgi variant tortib turasiz, yuqoridagi tashlab har biri zinasiga kelib tushadi. Shu holatda yerda katta kitoblarni ham qo'ysak bo'ladi, og'ir kitoblarni ham qo'ysak bo'ladi, bemalol ochib kitob mutolaaasi bo'ladi. Shu holatda yana bitta bo'ladi. Bu şu holatdagi ishlangan naqsh. 5-6 asrga oid hozir olganingiz. 5-6 asrga taalluqli naqshlardan biri. Buxoroning hozir qaysi tomoniga qarasangiz ham, masalan, imoratlar ham shu holatdagi shakldagi ishlangan naqshlari ham shu holatda bor. Barcha tomonda ko'rishingiz mumkin, marhamat. Buni murakkabroq yanada bir ishi bor. Yonma-yon qo'yaman istasangiz.